Kirishim oxirlaridan oldin albatta hamma narsa qani endi esa hujjatlarimiz login parallarini olib test markazlariga kirib ketadilar. Imtihonlarimiz boshlandi. Ikki qavatga ko'tarilganingizdan so'ng siz shartnomangizni qo'lingizga olasiz. Keyin esa ariza yozish uchun mo'ljallangan xonalarimizga kirib, arizangizni to'ldirasiz. Sizlar uchun instruktorlarimiz barchasini tushuntirib o'tadi. Dengizni yozib bo'lganingizdan so'ng siz hujjatlaringizni topshiradigan xonaga o'tasiz. O'zingizni shaxsiy papkangizga barchasi joylanadi. Laringizdan hal qilib bo'lganingizdan so'ng sizni tushishingizni o'ng tarafingizda fotozona kutib turmoqda. O'zingizni yo'nalishingizga qarab, bu yerda fotozona stomatologiya, davolash ishi, pediatriya, tibbiyot uchun mo'ljallangan. Fotozonaga kirib, bemalol bu tarafda xalatlarimiz tayyor turibdi. Bu hafta men talaba bo'ldim deya faxrlanib rasmga tushishingiz mumkin. Barchasi siz uchun. Keyingi fotozonamiz esa filologiya, ingliz tili, o'zbek tili, rus tili, boshlang'ich ta'lim, maktabgacha ta'lim yo'nalishlarimiz uchun mo'ljallangan. Learn together, grow together, lead the future. Bir fotozonamiz esa kompyuter injiniring, moliya va moliyaviy texnologiyalar, iqtisodiyot, psixologiya va tarix yo'nalishlari uchun mo'ljallangan. Ko'rib turganingizdek, barchasi juda yaxshi. Ya'ni bu jarayon bo'lishi mumkin. Davlat oliy ta'lim muassasalari yoki boshqa nodavlat oliy ta'lim muassasalarida bizdan keyingi jarayonlarda imtihonlar davom etishi mumkin, lekin bizda tugagan bo'lishi mumkin. Mana bu nodavlat oliy ta'lim muassasalarining o'ziga xos xususiyatlari. Endi bitta narsa qiziqtiradi ota-onani, men aytib o'tmoqchiman. Diplom masalasida. Diplom biz O'zbekiston Respublikasida Vazirlar Mahkamasini maxsus qarori bilan universitet tashkil topgan. Juda ko'plar va biz bilan Alfraganus universiteti, yana bitta universitet Toshkentdagi 3 ta oliy ta'lim muassasasi Vazirlar Mahkamasini maxsus qarori bilan tashkil topganlar. Endi boshqa nodavlat oliy ta'lim muassasalari O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligini ruxsatnomasi asosida tashkil topgan. Ya'ni u litsenziya olishgan xolos.